Assalomu alaykum. Biznes g'oyalar kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan yirik freelance birja Fiverr haqida gaplashamiz. Ya'ni Fiverrda buyurtmani bajarib pul olish va uni Payoneer kartaga tushirib, bankomatdan pul chiqaramiz. Ma'lumot almashish uchun Telegram gruppamizga obuna bo'ling. Mana bu Fiverr sayti. Bu yerda buyurtmachilar o'zlariga kerakli narsalarni tayyorlatish uchun qidiruv bo'limidan o'zlariga kerakli ishchilarni qidiradilar. Masalan, logotip dizayni, 3D modeling, video montaj, motion grafika, tarjimonlik, deyarli barcha sohalardan ishchilarni topsa bo'ladi. Narxlar ham chakki emas. Siz o'z ishingiz narxini yozaverasiz. Albatta dollarda. Men yaqinda Fiverrdan ro'yxatdan o'tdim va logotip dizayni bo'yicha ish boshladim. Ishlarim narxi $40. Siz bu yerda chiroyli va sifatli ishlarni ko'rasiz. Siz ham shunday portfolio tayyorlab, profilingizga joylaysiz. Buyurtmachilarga ishlaringiz yoqsa, sizga buyurtma berishadi. Mana bu profil egasi ishini $195 ga baholagan va 5000 dan ortiq ish bajargan. Agar buyurtma kelsa, mana bu joyga xabar keladi. Menga ham bir oy ichida o'nlab buyurtmalar keldi. Hozir biz ularni birini bajarib, pul ishlaymiz. Mana bu menga kelgan buyurtma. Men portfoliomga ishni 2 kunda bajaraman deb yozganman. Mana vaqt sanashni boshladi. Bu yerda buyurtmachimiz: "Hurmatli janob, bu mening nashriyot uyim uchun birinchi logotip bo'ladi", deya logotip yozuvini va ilhom olishim uchun veb-saytlarini jo'natgan. Logotip yozuvi mana bu. Men birinchi o'ylagan logotip g'oyamni qog'ozga chizib, unga yubordim va bu unga yoqdi. Va menga o'zingiz ideya qilib, o'zingizga yoqqan logotipni tayyorlayvering. Men sizni g'oyalaringizni ma'qullayman deb xabar yo'lladi. Albatta ingliz tilida. Keyin men uni Photoshop dasturi orqali ishlashni boshladim. Birinchi logotipga eski yozuvchilar foydalangan patdan foydalandim. Keyin bu logotip nashriyot uyi uchunligi esimga tushdi va bu yerda kitobning belgisi turishini xohladim. Logotip tayyor. Logotipning binoda qanday turishini ham ko'rsatib berdim va unga yubordim. Yuborilgan logotip unga mana shu ko'rinishda, ya'ni Fiverr setkasi bilan to'silgan holda boradi. Buning sababi, agar Fiverr bunday qilmasa, buyurtmachi logotipni pul to'lamasdan o'g'irlab olishi mumkin. Biz buyurtmamizni jo'natdik. Endi buyurtmachimiz profiliga kirib, logotipni ko'rishini kutamiz. Mana azizlar, tayyorlagan logotipimiz amerikalik buyurtmachimizga yoqdi va qabul qildi. Pul to'landi. Mening ishim $40. Fiverr sayti $8 o'rtada ish qiladi. Fiverr sayti ham YouTube platformasi kabi bir oyda oylik chiqaradi. Mana biz 29-kuni pulni olishimiz mumkin. Ungacha Fiverrda yana ancha ish qilib o'tirsa bo'ladi. Mana 29-oktyabr keldi va profilga kiramiz. Bu yerda Fiverr pul berganini ko'ramiz va uni Payoneer Mastercardimizga chiqarish uchun bu yerga kiramiz. Bank transferni tanlaymiz. Men Payoneer profilimni kiritib qo'yganman va pulni yuboraman. Pul yuborildi. Endi Payoneer profilimga kiraman. Payoneer bu Amerikadagi yirik bank transferi. Qachonki siz $100 ishlasangiz, bank sizga Payoneer Mastercardini yuboradi. Men ilgari $100 dan oshiq Fiverrda ishlab, kartamni qo'lga kiritganman. Payoneer Mastercardasi mana shunday konvertda keladi. Profilga kirdim. Mana $32 pul tushdi. Endi bankomatga borib pulni yechamiz. Mastercardni ham yechadigan bankomatga kiramiz. Hozir deyarli barcha bankomatlar Mastercarddan pul chiqarib beradi. Biz universal bankomatga keldik. Payoneer kartani solamiz. Parolni kiritamiz. Naqd pul olishni bosamiz. Hozir $32 dan 200 ming so'm pul yechib olaman. Lekin sizlarga bankomatdan yechishni maslahat bermayman, chunki bankomat ko'p pul ushlab oladi. Hatto Mastercardingizdagi pulni qanchaligini tekshirib ko'rmoqchi bo'lsangiz ham $1 oladi. Mana azizlar, Amerika uchun ishlagan bir dona logotipimiz uchun pulni chiqarib oldik. Fiverrda bir dona emas, juda ko'p ish qilsa bo'ladi. Sizlarga video qilish uchun bir dona ishni ko'rsatib berdim xolos. Telegramdagi freelancerlar uchun ochgan guruhimizga kiring va o'zingiz bilgan ma'lumotlar bilan o'rtoqlashing. Telegram gruppa manzili video opisaniyasida. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Hech qachon ortga chekinmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.